Tong otdi. Ko'zlaringni oching bilanoq. Birinchi qalaming yorug' dunyoga, tongga qarash emas, ongsiz ravishda sovuq ekranni yoritish bo'ldi. Umringdan o'chadigan yana bir kun boshlandi, lekin sen bu kunning ichida yashamayapsan. Aslida bu kun sening hayotingda yo'q. Sen uning har bir qimmatli soniyasini tinimsiz almashadigan reelslar, oyna tortib oluvchi qisqa videolar va bemaqsad o'yinlar qurboniga aylantiryapsan. Vaqt suvdek oqib boryapti. Sen esa uning ichida ketyapsan. Qayoqqa ketayotganingni o'zing ham bilmaysan. Uydan onangning mehribon ovozi yangradi. U seni nonushtaga, oilaviy issiq lahzaga chorladi. Ammo bu ovoz sening quloqlaringga yetib bormadi. Eshitmaganing uchun emas, e'tibor berishni xohlamaganing uchun sening e'tiboring allaqachon sotib olingan dasturxondagi nonushta seni kutib oxiri sovib qoldi. Xuddi sening atrofingdagilarga bo'lgan tafting va mehring sovigani kabi. Chunki sen bu xonada emassan. Jisming shu yerda bo'lsa-da, ruhan butunlay boshqa hissiz, soxta va cheksiz illyuziyalar dunyosiga g'arq bo'lgansan. Atrofing to'la odam, do'stlaring yoningda, jismonan hammangiz bir joydasiz, lekin ruhan hammangiz o'zingizning kichik tilsiz ekranlaringizga qamalib olgansiz. Tun tushdi. Uyga qaytding. Zimiston xona zulmat ichida seni faqat bitta narsa yuzingga tushib turgan telefonning sovuq, oq yorug'ligi yoritadi. Kun tugadi. Orqaga qarab o'zingga savol berasan, bugun nima qildim? Javob esa sukunatdek og'ir hech narsa. Sen shunchaki o'z hayotingning yana bir qimmatli sahifasini raqamli bo'shliqqa yirtib otding. Vaqt shafqatsizlarcha o'tib bormoqda. Sen esa hamon bir joyda qotib qolgansan. Katta ummon o'rtasida maqsadsiz oqayotgan qayiq kabisan. Oynaga qaraysan, lekin u yerdan senga qarab turgan o'zing emassan. U ko'zlarida uchquni so'ngan, charchagan, o'z hayotining shunchaki tomoshabiniga aylanib qolgan bir sharpadir. Sen bu mitti matohni boshqaryapman deb xom xayol qilasan. Yo'q, aslida u seni boshqarmoqda. Sening ongingni, vaqtingni va yoshligingni o'zlashtirmoqda. Eng yomoni, sen buni allaqachon anglab yetgansan, lekin baribir undan voz kecha olmaysan. Sababi sen qo'rqasan. O'z o'ylaring bilan yakkama-yakka qolishdan, jimjitlikdan va asosiysi, o'sha unutilib yuborilgan haqiqiy hayotning o'ziga yuzlanishdan qo'rqasan.